Sizlarni ham shunaqa yengayotgan qora rangli futbolka ili ko'yininglarni kir mashinada 2-3 marta yurganinglarda rangi o'chib cho'zilib ketyapti. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar shunaqa holat bo'lishini oldini olish va rangli kiyimlarni kir mashinada to'g'ri yuvishni o'rgatib qo'yaman. Shu ko'pchilik qiladigan xatolardan bittasi kir mashinani ichiga kira soladi, yoqadi, funksiyani tanlab, mana gradusini 95 gradus 60 gradus qo'yadi. Оборотda bo'lsa shunaqa 1000-1200 qilib qo'yadi. Bunaqa rangli kiyimlarni o'sha 40 gradusdan baland yurganinglardan keyin обязательно rangi o'chib ketadi va cho'zilib ketmasligi uchun оборотini kamida maksimum bilan 600 qilishinglar kerak. Gradusini 40 dan oshirishinglar kerak emas. Qaysi funksiyaga qo'shishinglardan qat'iy nazar, o'zi bunaqa rangli kiyim ko'yininglarni asosan delikatni yuvish maslahat beriladi. Agar sizlarda misol uchun aralash har xil rangli kiyimni solsangiz, smeshni yuvish maslahat beriladi. Shu rangli kiyimlarni men bergan tavsiyalar bo'yicha yuvsanglar, uzoq yillar mobaynida sizlarga xizmat qilib beradi. Ranglar o'chib ketmaydi, cho'zilib ketmaydi. Shu kir yuvish mashinasi haqida chiqarayotgan videolarimiz ko'pchilikga ma'qul bo'lyapti, yoqyapti. Bizdan kir yuvish mashinasini so'rashyapti. Biz sizlar uchun original LG brendidan 9 kilolik kir yuvish mashinasini olib kelib qo'yganmiz. Bu kir yuvish mashinasining xarakteristikalari keladigan bo'lsa, motoriga 10 yil, o'ziga 3 yil garantiya beriladi. Motori inverter direct drive motori bo'ladi, ya'ni remeni bo'lmaydi. Motorida barabanga motor, to'g'ri motor ulangan bo'ladi. O'shani hisobiga ovozi ham, vibratsiyasi ham past bo'ladi. Undan tashqari funksiyalari keladigan bo'lsa, 14 ta funksiyasi bo'ladi. Hammaga kerakli funksiyalar bor. Bitta funksiyada par orqali yuvib bera oladi va bitta funksiyasi eng bistarasi yuvib berishi 14 minutlik bo'ladi. Bundan tashqari bu kir yuvish mashinamizda даже искусственный intellektdan bor. Ya'ni o'sha mana искусственный intellekt belgisi bor, bo'lishi mumkin. Kir yuvish mashinasiga kir solganingizda baravarni materialga qarab o'zi avtomatik avaylavaslar yuvib bera oladi. Shu kir yuvish mashinamiz kimgadir yoqqan bo'lsa, kommentariyaga LG so'zini yozib qoldiring. Biz sizga qo'shimcha xarakteristika va narxlarini tashlab beramiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, videomizga like bosib keting.